Mendao. Ular jarlik deb o'ylabman men. Koroslarmi, mana mashinamni, Amazonni qaraylar. Eshiklari ham ochiladi. Mana bitta Kalinka mashinasi $20,000 turadi. Men motorni o'zini men $450,000 oldim. Javob o'yinda. Motor originali o'yinda. Yurg'iz oldim. Ko'rasizlar? Mana shunaqa qachiladi. Mana burchakdagi ham sotib olingan. Shu 100,000 ga sotib olingan. Qimmat ancha. Mana shu kraskasini o'zini $400 qilgan. Mana balon, amortizator pasaytirish diskalar o'zini 9 dan ketgandi. Faralar ham qo'yilgan. Mana boshqa narsasi qo'yilmagan. Hech nima qo'yilmagan boshqa. Mana qo'yilgan. Nomer qo'yilmagan. Fara ikkita qo'yilgan, mana qo'yilgan, bo'ldi. Keyin nomer qo'yilgan. Nomer qo'yilmagan, mana qo'yilgan. Keyin mana shu eng pastdagi bor, o'sha qo'yilgan. Bu ham qo'yilgan. Bu taxminan $300 mi? Shunga. Mana bu 500 ga qo'yilgan. Ko'rasizlarmi? İçini qaranglar buni. İchiga e'tibor bermay qo'ygan. Tashqisi bo'lsa bo'ldi-ku, eng muhimi. Shunaqa kattalikda bo'ladi. Kalinkaning joyi. Mana shu eshiklar aslida-chi bunaqasiga ochilmasdi. Damas eshigiga o'xshab surilib ochiladigan eshiklar edi. O'zim shuni bittasi 200 mi? Ikkalasi 400. Qimmat ketgan bariga. Hammasiga qimmat ketgan. Ko'rasizlar. Qimmat mashina. O'yinda men mana qaranglar, o'tirish qaranglar. Rulan buriladida, u ham eng qiziq egilib. Skors ishlaydi. Bosib qo'ysalar to'xtab turadi. Amortizator ko'rasizlarmi? Qichqiq. Maytlar o'chilardi-da, Betda oyna bor edi, mashinalarda o'yinlar bor. Betlarni yopganman, betlarda, betda yo'q edi, betda bor edi. Ularni ham yopganman. Betlarni chiziqsiz polni katta o'ynaydi. Men kichiraytirganman hozir buni. Maytlarda sidinalar, raytlar, polni sidin. Mana Kalinka yo'qligida o'tlar yoni sidina edi. Sorry. Mana mashinasini qaranglar. Quloq teshib uradi. Nima? Patan. Давай.
Oh maşallah olov tutasar veriyor anlatırım. Yok etmeyeyim oldu. Siz? Melike okşalar hayır diskatları yaşayacağım ya. Ya bu düşünüyorum. Ben de katı gerekiyor. Ama yok bunu katı. İşler uçta şekilde. Ben şey tutuyun bakalım. Kop maşına var mı? Bazılar tüyün kılınmayken. Yani yana bitti maşına. Tüyün kılınca. Bilmiyorum nasıl yapmışlar. Diske 500 olur. İlişkiler. Bunun kraskası 400 olur. İlişkiler anlaşken. İlişkiler harabittasına 400 olur. 1600 olur orada. 1600 olur. Keyin bagaj. Bu anlaşken 400 olur. Duyam. Bir kalınkalar 500. Bu arzdan ketken bunga. Diskeler aytdim. Balon Azmer 20 lik. Bunga arzdan ketgan. Bunga dahshat bo'lib ketdi. Paralar o'ziniki. Bunga normal mehr berilmaydi. Oh, mana rangini ko'rasizlar. Eshiklar qalaylar. Bunga o'xshi 149 dollar ketgan. 149 ming dollar. Oh, maytlar ochiladi. Kolonkan qaranglar, aytgan narsa qo'ysa bo'ladi. Diskani qaranglar, qora rangda. Oh. Aytiga oxirgi narsalar qo'yilgan ekan, chekilgan narsalar. Yopil. Keyingisi mana bu tuyni qilinmagan, chunki bu yordam mashinasi. Mayli, tuyni qilamiz. Yordam mashinasi hamma odamlarga yordam beradi deydi. O'shanga o'xshab qoldi gapni. To'g'ri? Qattaydi tuyning. Ko'rasizlarmi bir olov ochini? O'zi yordam mashinasi. Shu olovni 900 ga qilaman. Motor kuchaygan bunda. Qarang. Qizil. Napomosh bo'ladi shunda. Diska kok. Diska almashtiramiz bunisini. Amortizator baland qilish kerak. Chisti ketdi o'zi. Mana bu şey faqat mashinasida. Mana bittani ko'rsatmayman. Yurishni qaranglar. Voy tamam. Olov dahshat o'tyapti. Bitta. Tezlik qilinglar. Mana palasalar teng birlashgan deb o'ylaysizlar, buni tezligini.
Qanday shunaqa dilish qildim men bilmadim. Teks balasi tezligiga yurolmaydi. Oy. Bo'lib ketdi. Yo'q. Ama. Men bundan qildirmaydi mana. O'zimizni parjannichada bu. Chunki o'zi слишком tez yurish kerak. Chunki bu yordam mashinasi-ku. Yurarading. Yo'q qo'likda. Mana menga eng yoqmagani shuda o'zi. Qimmat ketgan menga. Ko'p mehr berilganini ko'p qo'yay. Sizlarni qilishim kerak edi. Mayetda bilmadim nima borligini, nimaga bu ish chiqqan bilmadim. Lekin nimadir bor yo, zapaska bormi? Hop. Chiqoldik. Motor. Hoppo. Zangli motorim chang bo'lib ketibdi, moylash kerak.